bosing, registerga bosamiz. Undan keyingi sahifada bizga mana bunaqa oyna ochiladi. Create an account, ya'ni account ochish. Mana bu yerda country, region of residence, ya'ni bu yerda yashash joyimizni belgilashimiz kerak. Mana buni ochamiz va mana bu yerga qilamiz. O'zbekiston. Mana shuni belgilaymiz. Undan keyin your email address. Bu yerda biz har doim o'zimiz ishlatadigan asosiy Gmail akkauntimizni kiritishimiz kerak. Gmailimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng pastda parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Parolimiz 8 dan 15 tagacha baland harflar, past harflar va raqamlar bilan harflarning kombinatsiyasidan tashkil topgan bo'lishi kerak. Shundan so'ng pastda mana bu bitishgani qoldiramiz va davom etish tugmasiga bosamiz. Keyin bizni mana bunaqa sahifa qarshi oladi. Bu yerda biz mana bu yerni real account tanlaymiz. Shundan so'ng bizga mana bunday sahifa ochiladi. Mana bu yerdan My Accounts ga o'tamiz. Umuman olganda biz Extension account ochdik. Endi bizning qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu verifikatsiya. Verifikatsiya qilmasimizdan avval biz pul kirita olmaymiz va pul chiqara olmaymiz. Shuning uchun birinchi navbatda verifikatsiya qilamiz. O'ng taraf yuqorida Complete Profile. Keyingi sahifada biz birinchi navbatda Verify Email, Gmailimizni verifikatsiyani o'tkazamiz. Buning uchun mana bu yerda menga kodni yuborishga bosamiz. Undan keyin Access Broker biz kiritgan Gmailga kodni yuboradi. Biz mana shu kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kodni kiritib bo'lganimizdan so'ng davom etish tugmasiga bosamiz. Undan so'ng ikkinchi narsa Verify Phone, ya'ni endi biz telefon raqamimizni verifikatsiya qilib olishimiz kerak. Telefon raqamni verifikatsiya qilish uchun tasdiqlovchi kodni SMS orqali va shu bilan birga telefon qilish orqali ham qabul qilishingiz mumkin. Telefon raqamini kiritib davom etish tugmasiga bosamiz. Va biz kiritgan raqamga Access Broker SMS yuboradi. SMSning ichida esa kod mavjud. Mana shu kodni kiritamiz. Kodni kiritib bo'lganimizdan so'ng mana bu davom etish tugmasiga bosamiz. Shu bilan telefon raqamimiz ham verifikatsiyadan o'tdi. Mana bu yerda yashil bitishkani ko'rishimiz mumkin. Undan keyin personal information, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar. Mana bu yerda first name ga ismingizni, last name ga esa familiyangizni kiritishingiz kerak. Pasportda qanday yozilgan bo'lsa, ana shunday kiriting. First name ga ism, last name ga familiya. Mana bu yerga tug'ilgan kun, oy, yil shularni kiritib bo'lganimizdan so'ng pastda city, street, house, apartment. Bu yerga shahar, ko'cha va uy raqamini kiritamiz. Undan so'ng your gender, bu yerda jinsni belgilash kerak bo'ladi. Female, ayol, male, erkak, other bu boshqa degan. Bu yerni o'zingiz belgilaysiz. Shundan so'ng davom etish tugmasiga bosamiz. All set. Mana bu uchalasi verifikatsiyadan o'tgandan so'ng bizning verifikatsiyamizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetadi. Shundan so'ng mana bu yerda verifikatsiyani tugatish, ya'ni complete verification tugmasiga bosamiz. Shundan so'ng biz mana bunday sahifaga o'tamiz va biz bu yerda har xil savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. What's your occupation, industry? Bu yerda siz o'zingizni sohangizni, sferangizga kiritishingiz mumkin. Misol uchun healthcare bu tibbiy yordam, mana bu yerda education bu ta'lim tizimi, engineering bu engineering, financial service ya'ni moliyaviy xizmatlar. Shaxsan men bu yerda educationda ta'limni tanlayman. Keyin what's your employment status? Ishlik statusingiz qanday? Employed full time, ya'ni ishlayman. Self employed, men o'zim ish bilan ta'minlanganman. Employed part time, ya'ni bu yerda qisman ishlayman. Unemployed bu yerda ishsiz, student, retired bo'lsa pensiyaga chiqqan. Men bu yerda student qilaman. Pastda do you have a previous trading experience? Bu yerda bo'lsa bizning trading borasidagi tajribamiz haqida savol beryapti. Birinchisida bo'lsa 1 yildan ko'ra kamroq tajribam bor, ikkinchisida 1 yildan ko'ra ko'proq tajribam bor, to'rtinchisida 4 yildan ko'ra ko'proq tajribam bor, beshinchisida meni umuman trading bo'yicha tajribam yo'q. Shu yerdan siz o'zingizning holatingizga qarab belgilaysiz. Men bunga 3-chisini belgilayman. Undan keyin what's the purpose of opening your account? Account ochishdan maqsadingiz nima? Pastda investment, hedging, speculation, bunga ham o'zingiz tanlaysiz. Men bu yerda investment belgilayman. Please select your annual income. Bu yerda esa 1 yillik daromadingizni iltimos belgilang deyapti. Bu yerda esa o'zingizning holatingizga qarab 1 yillik daromadingizni belgilashingiz kerak bo'ladi. Men bu yerda ikkinchisini belgiladim. Undan keyin pastda bo'lsa please select your total wealth. Ikkisi ham ajoyib. Bu yerda bizni total boyligimiz, ya'ni umumiy boyligimiz so'rayapti. Qaysi odam o'zini bor puli haqida ma'lumot beradi. Bu yerda istaganingizni belgilashingiz mumkin. Pastda bo'lsa iltimos sizga daromad olib keladigan istotchiklarni, ya'ni manbalarni kiriting deyapti. Employment bu esa ish, rent bo'lsa bu ijara, borrowed funds, loan bu esa kredit va qarzga olingan pullar va pastda pensiya va undan keyin bu meros. O'zingiz xohlaganingizni kiriting bu yerda ham. Men bo'lsa bu yerda mana bu ikkinchisini belgilab o'tib ketdi va undan so'ng pastga davom etish tugmasiga bosamiz. Keyin bizni brauzer mana bunaqa sahifaga olib o'tadi. Biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Pasportimizning rasm bor sahifasini sifatli, chiroyli, hamma yozuvlari, ma'lumotlari ko'rinadigan qilib rasmga olib, mana shu yerga biz yuklashimiz kerak prosta. Mana bu yerda upload documents degan narsa bor. Mana shunga bosamiz.
Keyin verify identity, bu yerda endi shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarni biz belgilashimiz kerak. Mana bu yerda O'zbekiston, pastda bo'lsa biz yuklaydigan hujjat turini belgilashimiz kerak. Pasport bo'lsa pasport, haydovchilik guvohnomasi bo'lsa haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava, pastda ID karta. Sizda qaysi biri bo'lsa, qaysi birini yuklamoqchi bo'lsangiz, ana shuni belgilang. Men bu yerda pasport qilaman. Keyin pastroqqa tushamiz va bizga mana bu yerda zamecheniya, ya'ni eslatma beryaptiki, mana bunaqa xira bo'lmasligi kerak, mana bunaqa chiroyli tiniq qilib turib, prosta yuklashimiz kerak. Mana bu yerdan yuklash degan tugmaga bosamiz. Rasmni yuklab bo'lganimizdan so'ng hujjatni tasdiqlash tugmasiga bosamiz. Keyingi navbat adres verifikatsiyasiga. Access brokerda adresni verifikatsiya qilish biroz murakkabroq boshqa brokerlarga qaraganda. Endi Access brokerda qanday qilib adresimni verifikatsiya qilib olishim mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, buning bitta yo'li bor. Eng oson yo'li my.gov.uz saytiga kiramiz va u yerdan ro'yxatdan o'tamiz. Ana o'sha yerdan siz doimiy yashash joyingiz to'g'risidagi ma'lumotni yuklab olasiz. Uni mana bu yerga yuklaymiz va shundan so'ng siz muvaffaqiyatli Access'ning adres verifikatsiyasidan o'tishingiz mumkin. Men biroz avval sizlarga aytgan sayt mana shu bo'ladi. my.gov.uz, mana shu saytdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz va ro'yxatdan o'tasiz va undan so'ng mana bu yerda barcha xizmatlarga o'tib, doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumot, mana shu xizmatdan foydalanib, o'zingizning doimiy yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot yuklab olasiz PDF shaklida va o'shani mana bu yoqqa yuklaymiz va shundan so'ng siz adres verifikatsiyasidan ham muvaffaqiyatli o'tasiz. Men hujjatni yuklab bo'ldim va pastda Your documents are under review. Men ma'lumotlarni yuklab bo'ldim. Endi bo'lsa 3-7 minut prosta kutamiz va bu bir kungacha ham vaqt olishi mumkin ekan ba'zi bir holatlarda. Mana men verifikatsiyadan 2 minutga qolmasdan o'tib ketdim azizlar. Deposit now deb chiqib turib. Endi agar men mana bu deposit now degan tugmaga bosadigan bo'lsam, deposit sahifasiga o'tganimizdan so'ng chap taraf yuqorida inglizcha yozuvda account verification complete degan narsani biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 100% to'laqonli verifikatsiyadan men uje o'tdim va shuning uchun ham deposit sahifasidagi barcha to'lov sistemalari men uchun endi uje ochiq. Agar siz verifikatsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, barcha to'lov sistemasi ham siz uchun mavjud bo'lmaydi. Misol uchun, mana bu bank kart, Visa yoki Mastercard orqali siz deposit qila olmaysiz. Menda bo'lsa uje hozir hammasi mavjud. Shuning uchun ham verifikatsiyadan o'tib olish juda ham muhim. Va ana endi men o'zim uchun qulay bo'lgan savdo hisob turlarini ochishim, unga pul kiritishim, pul ishlab pulimni xotirjam chiqarib olishim mumkin. Access broker siz pul kiritganingizda va pulingizni chiqarganingizda 24/7 12 ga 1, ya'ni 1 yilda 12 oy xohlagan payt pulingizni bez komissiya chiqarib olishingiz mumkin. Access brokerda juda ham qulay savdo hisob turlari bor. Sizdan Access broker hech ham swap komissiyasini avtomatik ravishda olmaydi, chunki biz O'zbekistonda yashaymiz. O'zbekistonda bo'lsa islom diniga 98% odam e'tiqod qiladi. Shuni hisobga olgan holatda broker sizdan hech qachon swap komissiyasi olmaydi. Access brokerning savdo hisoblari to'g'risida podrobniy informatsiya berganman. Yuqorida video kelib chiqadi. Mana shu videoga bosib turib, Access brokerdagi savdo hisoblari to'g'risidagi podrobniy ma'lumotni, informatsiyani olishingiz mumkin. Access brokerga qanday qilib to'g'ri ravishda pulni kiritish va pulni chiqarib olish to'g'risida ham video qilganman. Buni ham hozir yuqorida kelib chiqadi. Agar bu temaga ham qiziqsangiz, yuqoridagi videoga bosib ko'rib olishingiz mumkin. Access brokerdan to'g'ri ravishda ro'yxatdan o'tish xuddi shunday amalga oshiriladi. Agar siz ham men bilan bir xil qadamma-qadam qanday qilgan bo'lsam, xuddi shunday qilsangiz, javob berib aytishim mumkinki, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi azizlar. Mana shu Access brokerdan to'g'ri ravishda ro'yxatdan o'tishning yangilangan versiyasi bo'ladi azizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariy yozib qoldirib qo'ying va agar savollar bo'lsa ham kommentariyda qoldirishingiz mumkin. Men keyingi safar video tayyorlayotganda hisobga olishga harakat qilaman. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga огромный profitlar tilayman. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoda Access brokerdan ro'yxatdan o'ta olmayotgan do'stlaringiz bilan ulashing. Sizlar bilan bo'lsa men keyingi videogacha xayrlashaman. Hammaga xayr, hammaga omad.